Ularniki, lekin ular koksartroz emaslar. Hop, qon bosimlarini birinchi ko'rib ish boshlaymizda. 135 ga 80 ekan. Normami o'sha sizga? Yo'q, 120 hozir ashi 150 edi, 130 ga tushib qopti. 150 dan nima bo'lmayapti. Ha. Ya mana yo'lda ham charchagansiz. Hozir tablika Namangandan keldim men, bulardan oldin kelganman. Ha. 7 da shetda edik. Ha. Ishdan kelmagan ekansiz, o'g'lim tashladi. Birgamisizlar bular bilan? Ha. Endi meni amakimi o'g'lini qizi O'g'illar. bo'ladilar. Endi yetbetlarda davolanib yotyapti ekan, ko'p ham foyda topmayapti ekan. Ha. O'g'li chetda ishlaydi Namanganda. Oyoq endi sekin mana tepaga tosga chiqyapti. Keyin masalan bir yarim soat, 1 soat mashinada o'tirib bo'lsam ham tushib yurib ketish rosa qiyin. Keyin manaqa ish bor. Bo'g'imladi. Keyin mana oyog'im 2-3 kundan beri oyog'im ishlayapti, ishib ketdi mana bunisi. Ikkalasi ishyaptimi? Yo'q, bunisida yo'q unchalik. Mana o'si yomon ishlayaptiki, tizlarni ham shuncha voy ko'tarolmayman. Ha. Bu shish ertalab bo'ladimi yoki yurganingizdan keyin shishib ketadimi? Yo'q, 3 kun, 4 kundan beri shu shish yo'qolgani yo'q. Ertalab ham, kech payt ham hamma payt endi biladi, shu oldin bir bo'lgan edi. Bundan 5-6 yil burun shunaqa bo'lgan edi. Qo'lim ham, oyog'im ham ishadi. Poliartrit bunaqa bo'lmagansa, poliartrit, revmatizm. Revmatizmdan boshlanib, keyin sekin-sekin davolanib yursam ham baribir hali mana masalan travmatologda davolanmadim. Shu nerv o'zim o'g'lim ham vrach. Kelinim ham vrach. Nerv bo'yicha davolashib yuradi shu kungacha. Keyin bu nima amakini qizi men yurolmay qolbashga bordim dedi. 15 kundan beri xullas bular kutib o'tiribman endi. Bo'ldi, tushunarli. Hozir siz yoting, men bir tekshirayda. Poliartrit, undan tashqari koksartrozni muolajalari alohida bo'ladi. Mana ko'targanimda og'riq kuchaymayaptimi? Voy, tushib bo'ladi-da Qayer shunaqa. kuchayadi shunda? Mana Tushib qoladi. Sizda, shunda kuchayadi. Hop, mana aylantirganimda. Voy, og'riydi. Mana, bundachi? Og'riyapti-da tizza. Yoting. Keyin mana shu tagiga yetmaydi ham. Mana, Bunisida kam. Bunisida og'riq kam. Voy, har zaman bari tizzalimda yurib o'rningizdan turganingizda ham shappada ushab qolyapti-da. Buklang, mana. Kuchayadimi shunda? Ashunda kuchayadi. mana shu yerda kuchli. Hop, mana. Bundachi? Mana shunda tizzada. Ha, demak, sizda muammo ko'proq. Hop, oyog'im. Mana botadi, mana tushmaydi pastga. Ki o'tirsam ham shu tagiga bir narsa qo'yib o'tirmasam og'riydi. O'tiring opajon. Uyushlar bormi, uyushish? Mana hozir mana shu uchovida unaqa yo'q, kam. Sezish yo'q. Sezish kam mana shu uchovida. Mana ikkovi bilaveradi. Mana unda ikkitada. Mana shu ikkalasi. O'rningizdan turing. Ha, chapga egiling. Og'riq kuchaymayaptimi? Mana shu yerda bu. Hop, o'ngga egiling. Kuchayadimi? Unda ozmas. Mana unda kuchli, mana unda ozroq. Ha, urganimda. Bundachi? Yo'q, bunda kam. Mana unda bo'lyapti. Yetunda yo'q. O'tiring joyingizga. Ha, boshingizni oldinga bosing. Kuchayadimi shunda? Ozgina shu. Bundachi? Bundachi? Tushunarli. Hozir sizda opajon, istim o'lchab beradi. Bitta kasal emas sizda hozir. Bo'yindan boshlab belingizgacha va mana bo'g'imlaringiz, oyoqlaringizda hammasida qisilish turibdi. Buni osteoxondroz deyiladi. Obyektiv ko'rganimda osteoxondroz, osteoartroz boshqa narsalar turibdi. To'g'risi 2000-yili tushganman, ana doktor Ada yotganimda, boshqatdan yana og'riq boshlanardi. Shu o'zimizda yotdim, keyin Toshkentga bordim, omon shifoga. Uni ham shu Namanganlik o'g'lim yaxshi ketib, ikki oy bordi. Xullas mana shu ko'p Andijonda yotdim. Hali nima deydi? To'g'risi hali mutaxassis yaxshi nima qilmadimi? Hop, endi bundoq bitta narsani tushunasiz xola. Bu holatlarda
odam bu kasal bilan yuzdan ham o'taveradi. Bundan xavotirga tushmaysiz. Agar sizni muolaja qilib turib tuzata olmagan bo'lsa, u boshqa masala. Agar siz muolaja qilib turib yaxshi yurgan bo'lsangiz, agar uni tez takrorlab turishingiz kerak. 6 oydami, 1 yildami bir marta yoqsam. Yo'q, bular aytdi 2 oyda keladi. Endi mana shu safar astoydil bo'laman. Endi nima yetsangiz o'zim qiynalyapman. Buni standarti bor, opa. Men sizga o'shani standartini shakllantirib beraman men sizga. Menga o'sha xulosalarni olib kelasiz. Koksartroz deganda bo'ldingizmi? Koksartroz yemirilish bormi bu yerda? Yemirilish bor. Qulmishda emas, mana tizada yemirilish. Hali nima deydi? Hali parda bo'lar ekan, parda yirtilib, suvoy bir-biriga tegib, yemirilib ketgan. Qo'ymishlarda yo'qmi? Qo'ymishlarda? Qo'ymishda yo'q. Bo'ldi. Koksartroz emas bo'lmasa. Osteoartrit deydi bu. Mana telefoningda nimalarni ham ko'rsat, analizlarni. Analizlarni bering menga o'shalarni. O'zi qon 20 ta xil qonga tekshirdi. 20 kun bo'ldi. Ular dori yozib berdi. Ichki bo'qa bor ekan. Shu bo'qa orqali jigar, ashlarga davolanyapman hozir. Dorilarni ichyapman. Ammo rentgen qilgizganim yo'q. Bo'ldi, bir MRT qilib qo'yamiz, ha? Xolesterin ko'p ekan. Asha sariq nima, sahr bo'lishga moyillik bor dedi. Xolesterin ko'proq chiqibdi. Necha ham bo'lish kerak ekan, necha ekan. Ashi bilmam, bir tekshiribdilar. hamma yoqqa tekshirdi. 20 xil qonga tekshirdi-da, shu 7-iyunni. Shunaqa ekan, shuning uchun qilmasak bo'lmaydi. O'zi o'tgan yili tushuvdim desam, yana paxtor tekshiramiz deb kechanda hamma yoqqa tekshirdi. Sizni mana shu bo'yningizdan boshlab belingizgacha bo'lgan, mana tizzalaringizdagi bo'lgan bo'g'imlaringizdagi muammolar turibdi. Yallig'lanishlarga qarshi men sizga lechena qilib beraman. Fizioterapiya qilamiz, yengil masajlarni qilamiz. Dori-darmon terapiyalari bor, shularni uyg'unlashtirib davolaymiz. Siz olayotgan lechenalarga ziyon yo'q. Men o'shanga moslab turib, davo taktikasini qo'llayman. Sizni xudo xolasa bo'yin, yelka, bellaringiz ancha yaxshi bo'lib qoladi. Xudo xolasa. Istimangizni ko'raylikchi? Qizib istima chiqaradi. Istimangiz yaxshi ekan. Böyle spirtlab qo'ying. Fizioterapiya, dori-darmon terapiyasi, masaj terapiyalarini hamohang qilamiz, opa. Shularni birlashtirib davolaymiz sizga. Hozir bo'qaqdagi, keyin oshqozon jigardagi nimani qonda jigarali yog' bosib ketib tashlardi, nima qilgani 4 xil dori ichaman. Hozir ichayotganingizni men bir ko'raman. Agar bizga taalluqli joy bo'lsa, to'xtatib turasiz. Nomaqbul bo'lsa mana. Keyin davleniyaga validov 10 ga 160 ichyapman. Uni davom ettirasiz uni. Uni doimiy u. Keyin yurakka nebilit ichaman. U ham yarimta. Bo'ldi, uni ichib turaverasiz. Shuni beraman, soatlarini nima qilib qolganini nima qilib beraverasiz. Bo'ldi. Xolajon, siz ham joyingizga chiqib o'tiringchi. O'tirishim qiyin edi. O'tirishingiz ham qiyin edi-a? Qiyin edi. O'tirib tashlab yuborganlar ham bemalol o'tiryapman. Birdaniga tashlaverardingiz. Kuchingiz yetmaydi tanani ko'tarishga. Nima qilamiz? Qon bosimlaringiz ham yaxshi hozir. 115, 120 normalni. Lekin shinqirashlaringiz ham yo'qoldi. Oyoqdagi shish ham yo'q bo'libdi ancha. Yo'q, shishlar yo'q. Yo'qolibdi. Qo'llardagi shinqirashlar ham yo'q. Hali holsizlanish qanaqa holsizlanish? Yaxshi. Nafas bo'lib nafasingiz yetmay qolganga o'xshardi-ku. Bugun ashuna ham bo'ldi. Orada yo'q bo'lib qoldi. Yo'q bo'lib qoldi. Bugun ashuna ham bo'ldi. Havo yetmaganga. Havo yetmaganga o'xshab davleniya desam, davleniya yaxshi chiqdi. Davleniyalaringiz yaxshi. Kislorod yetmayapti. Kislorod yetmayapti. Shuning uchun mana yuradigan bo'lib qoldingiz ancha. Kuchga kirib qoldingiz. Endi yurib turing. Har bir ovqatlangandan keyin ozroq yurib turish kerak. Bunaqa qildida meni o'g'lim. Men o'zi 1 gektar nimada yashayman.
katta joyda-da. Bog'im bor, 1 gektar 18 sotik yerim bor. Shipiraman, sidiraman, idish yuvaman, yuqsiz ko'rsam. Shunaqa keyin qizim oldiga borib kelardim, 1 gektar yerga ashlarda yo'q qilib, meni do'mga olib kelib qo'ydi. 1 oy do'mda yashab, sirli xom semirib ketdim. Harakatsiz bo'lib qoldim. Harakatsiz bo'laman. Ertalab choy ichaman, obedda idishimni yuvib qo'yaman, kechqurun ujin qilaman. Idishlarni yuvib turing endi. Yuvaman endi. Endi mana tuzatib qo'ydik. Xudo xolasa davlenangiz tushdi, shish qaytdi, quvvatingiz kirdi, ancha og'riqlar pasaydi. Endi shu harakatda bo'lib turasiz, sekin-sekin. Aytaman endi sekin o'zimni ishlarimga jo'natib yuboraman. Men aşağıda yuray. Doktor ham yurishni maslahat berdi, o'tirib olmay qoladi. Uni bo'g'im harakatiga bo'lmas ekan deyman endi. Bular do'mda-da ikkinchi etajda. Ammo chiqib chiqguncha Makka kelib qolaman. Ikkinchi etajga chiqib tushguncha. Endi xudo xolasa harakat Yaxshi, bizdan xursandmisiz axir? Iloho mendan joningiz sog' bo'lsin, umringiz rizqingiz ulug' bo'lsin. Amin. Topganingizga Alloh baraka bersin. Ota-onangiz baxtiga sog' salomat bo'ling, hojilarga boring. Amin. Olim el xizmatidan charchamang. Amin. Shunchalik qilib qo'ydingiz, bizni Allohim yuzingiz yorug' bo'lsin. Allohu akbar. Aytingiz. Allohu akbar. Joningiz sog' bo'lsin. Davomli bo'lsin shifoyingiz. 3 oy 4 oyda bir davolanib turing. 3 oyda aytdim, endi bir yo'li qozon tovog'imiz bilan keladi. Shunaqa xonalar bor, joylab qo'yaman. Maza qilib dam olib, havo almashtirib ketasizlar.